Salom do'stlar, ushbu videomizda Future Simple zamoni haqida test ishlaymiz. Agar tayyor bo'lsanglar, boshladik. Demak bizda we use will and want to talk about debdi. Future facts and plans va predictionlarga ham ikkita belgilash kerak. Va future facts hamda predictionlar haqida ishlatar ekanmiz. Yaxshi. Keyingisi davom etamiz. After will and want we use the infinitive. Yaxshi. 751 ochko to'pladik. Keyingisi